Hammaga sizlar bilan doimgidek Azizbek Hoshimotov. Bugungi videomizda xuddi avvalgi kabi Telegram ochish uchun virtual nomer olamiz ishonchli botdan. Albatta bu 2026-yilgi holatga ko'ra ko'rsataman. Ya'ni keyinchalik ko'rsangiz bu ishlaydimi yo'q, men bilmayman. Xo'p, Telegramga kiramiz. Premium SMS botga kirasizlar. Bu yerdan esa nomer olish. Mana bu yerdan keyin tayyor Telegram akkauntlar bo'limini tanlaysizlar. Mana o'zingizlarga ma'qul bo'lgan har xil davlat raqamlarini tanlab olishingiz mumkin. Mana istaganingizcha turibdi bu yerda. Mana hammasi bor. Endi men bu yerda asosan spam bo'lmasdan chiqadigan nomerlar va bu yerda Kenyaniki bor. Bu yerda esa Bangladesh va Kolumbiyalar bilmayman, spamdan boshi chiqmay qoldi. Zo'rg'a deganda 1 oy deganda ochib oldim men. Xo'p, men Kenyani olaman sotib olish. Mana yangi raqam oldik biz. Kenya raqam bu. Mana Kenya raqam olindi. Endi sizlarga muhim eslatma. Mana bunaqa noofitsialniy Telegramdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni olish uchun tak bu yerdan mana kod keladi. Mana shunaqa qilib kodni so'rashni bosasizlar. Mana kod keldi 25637. 637. Mana bu yerda ochildi. Endi sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman mana. Bu hali ham sizning raqamingizmi? Ha. Endi qurilmalar bo'limidan shunchaki boshqa nima bo'lmasa, buni bir hafta yokida boshqa narsada turgan bo'lsa, 1 yillikka o'tkazib qo'yishingiz kerak. Xo'p, hammasi joyida. Bu yerda tabiiyki sizlarda mana bloklangan akkaunt boshqa narsa yo'q bo'ladi. Bu yerdan sizlar 2 bosqichli parol yokida Gmail ulashinglar uchun 1 kun 2 kun sabr qilib turishinglarni so'rayman. Sababi bu yerda bot sizlarni virtual akkauntdan kirib qolganinglarni bilib qolmasligi kerak. Virtual nomerdan bo'lmasa sizlarga ana yonida qor parchani rasmi turadigan delete akkaunt bo'lib ketadi. Bu ochgan Telegram akkauntinglar. Xullas, mana shunaqa holatga ko'ra mana shu vaziyat bo'yicha Telegram akkaunt ochsanglar mana muvaffaqiyatli ochiladi. Men hamma akkauntlarimni mana shu Telegram botdan olganman. Agarda sizlarga kerak bo'lsa, profilda ya'ni kommentariyani birinchi qismida yokida videoni описаниесida 2 joydan bittasida joylangan bo'ladi. Asosan videoni описаниесida bo'ladi. Agarda videoni описаниесiga o'tishga erinsangiz, kommentariyani bossangiz, kommentariyani ham birinchi qismida zakrepić qilingan bo'ladi.